Assalomu alaykum hammaga, meni taniganlarga va endi meni kuzatishni boshlaganlarga. Bugundan boshlab sizlarga psixologiya, aynan psixologiyaning ilmiy yo'nalishi bo'yicha sizlarga eng kerakli, eng dolzarb, ba'zan og'riqli, ba'zan yoqimli jarayonlar haqida ma'lumotlar berib boraman. Xo'p, o'zimni bilmaganlarga tanishtirsam, yoshim 40 da, oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Birinchi mutaxassisligim jurnalist, ikkinchi mutaxassisligim amaliy psixolog. Kelinglar, eng avvalo sizlarni aynan shu sohaga qanday qilib kirib kelganim to'g'risida boshlasam. Jurnalistika faoliyati davomida aynan tibbiy jurnalistika, ya'ni vrachlar bilan juda ko'p ishlashimga yillar davomida to'g'ri kelgan. Gastroenterologiya, endokrinologiya, ginekologiya, stomatologiya, nefrologiya, nevrologiya, psixiatriya, bularning barcha sohalarida har bir eng nufuzli vrachlardan suhbatlar olishga va ular bilan birgalikda ilmiy maqolalar yozishga erishganman. Yillar davomida jurnalistik faoliyatimda nevrologiya va psixiatriya sohalari meni yanada o'ziga jalb etishni boshladi. Nega? Nima uchun psixiatriya? Deylik, asab va ruhiy kasallar shifoxonasida hayotda juda katta muvaffaqiyatga erishganlar ham aynan bu shifoxonada yillar davomida davolanishadi. Yoki aynan asab va ruhiy kasalliklarda aynan bolalar bo'limi ham bor. Nimalar inson hayotida sodir bo'layapti yoki uning psixikasida sodir bo'layaptiki, bilgan va bilmagan, anglagan va anglamagan holatda bunday joylarga insonlar tushishga majbur bo'layapti. Bilamizki, nevrologiya, psixiatriya sohasi bu odam tanlaydigan yoki boy, kambag'al, yaxshi, yomon, kasb, mansab tanlaydigan joy emas. Kasallik hamma uchun bir. Lekin mana shu soha aynan chuqur qiziqtirgani uchun amaliy psixologiya sohasiga o'qishimga to'g'ri keldi. Va shu narsani anglab yetdimki, ilmiy psixologiya orqali insonni taqdiri, insonni xulq-atvori va insonni hozir o'zi bilan bo'lgan munosabatini anglash, tushunish va hayotini qaysidir ma'noda o'zgartirish mumkin ekan. Psixika o'zi nima? Juda ko'pchilik insonlar aytishadiki, psixologiya hozir kerak emas, psixologiya odamlarni buzadi. Nima o'zi u psixologiya? Nima psixologiya? Psixologiya ruhni o'rganmaydi. Ruh bu g'ayb ilmi deyiladi. Psixologiya bu bitta a'zoni o'rganadi. Ya'ni kim? Psixikani, miyamizni, bizning asab tizimimizni o'rganadi. Tafakkur, tasavvur, xotira, diqqat, hayotimizda nimalar bo'ldiki, bizning ongimizga nimalar muhrlandi. Biz o'zimizni qanday qabul qilyapmiz va dunyoni qanday qabul qilyapmiz? Chaqaloqligimizda onamiz bizni ko'proq bag'riga bosdimi yoki aksincha o'z holimizga tashlab qo'ygani uchun biz xavotirlanishni boshladikmi? Aslida psixologiya bu psixikaning ilmi. Go'yoki stomatologiya faqat tish sohasi. Deylik, og'iz bo'shlig'ini anglatadigan fan bo'lsa, lor bu burun, quloq, burun va og'iz bo'shlig'i. Psixologiya esa bu asab tizimini o'rganadigan fan. Asab tizimi esa fanlar ichida eng murakkabi, fanlar ichida eng sirlisi hisoblanadi. Bu psixologiyani o'rgangan inson yoki psixologiya umuman kerak emas, psixologiya odamni buzadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini Iymon deb nomlangan kitoblarini ochib o'qisangiz, u yerda aynan psixologiyani o'rganing degan joylari bor. Psixologiyani diniy taraflama aytadigan bo'lsam, ilmul nafs, ya'ni kim? Nafs ilmi. Ya'ni biz bolaligimizda nimalarni ko'rgan bo'lsak, ya'ni nafsimiz nimalarni ko'rdi, nimalarni his qildi va qanday xulosalar chiqardi va nega ayrim insonlar bu hayotda o'zini baxtli his qiladi, nega ayrimlar o'zini baxtsiz his qiladi, nima uchun ayrimlarda pul, davlat bo'lsa ham go'yoki nimadir yetishmaydi yoki bo'lmasa jamiyatimizga
e'tibor bering. Bugungi kunda jamiyatimizda bo'layotgan har qanday sohalar bu bizni o'zimizni qanaqa qabul qilayotganimiz, bu bizni farzandimizni qanaqa qabul qilayotganimiz va oilamizda o'zimizni qanaqa his qilayotganimizga bog'liq. 10 yildan ziyod tibbiy psixologiya yo'nalishi bo'yicha 10 yildan ziyod amaliy psixologiya yo'nalishi bo'yicha mijozlar bilan ishlab shunday xulosaga keldim. Agar siz bugungi kunda psixik sog'lom inson bo'lsangiz, hayotingizdagi har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishga irodangiz va kuchingiz, resurs holatingiz yetarli darajada bo'ladi. Mening asosiy maqsadim eng birinchi o'rinda sog'lom va baxtiyor bolalar sonini ko'paytirish. Sog'lom va baxtiyor onalar sonini ko'paytirish, sog'lom va baxtiyor oilalar sonini ko'paytirish. Chunki jamiyatimizda bugungi bo'layotgan aynan bolalarga bo'layotgan munosabat juda ham og'riqli va juda ham ayanchli hisoblanadi. Har bir insonning psixikasini o'rganish jarayonida biz istasak, istamasak uning bolaligiga borib taqaladigan holatlarni ko'ramiz. Jamiyatimizda shunday noto'g'ri fikr bor, ya'ni psixologga borgan odam buziladi degan fikr bor. Psixolog, ilmiy psixolog aynan asab tizimi va asab tizimini tanaga ta'siri, emotsiyalarga ta'sirini o'rganadigan, tushunadigan, yo'l yo'riq ko'rsatadigan va qarshisidagi insonda qanday holat ro'y beradiganini anglaydigan va tushunadigan soha mutaxassisi hisoblanadi. Nima uchun borgan sari odamlarda psixologga ehtiyoj, yana qaytarib aytaman, ilmiy psixologga ehtiyoj sezilyapti. Xuddi stomatolog bo'lganidek, stomatolog bizning tishimizni salomatligi bilan shug'ullanadigan soha vakillari. Lor esa o'sha aytganimdek quloq, tomoq, burun soha bilan shug'ullanadigan inson. Psixolog bo'lsa aynan asab tizimimiz bilan, agar lozim bo'lsa mijozni, holatini o'rgangan holatda nevrologik muammolarning belgisini ko'rsa, psixolog aynan kimga? Nevropatologga yuboradi. Nevrologik muammolar juda ham chuqurlashib ketgan bo'lsa, psixoterapevtga yo'naltiradi. Agar nevrologik muammolardan tashqari ruhiy buzilishlar kuzatilayotgan yoki aksincha ruhiy buzilishlar allaqachon boshlangan bo'lsa, afsuski bunday holatlarda psixiatrga murojaat etishga to'g'ri keladi. Nega men aynan bolalar sohasini, onalar va bolalar sohasiga ko'proq diqqatimni qarataman? Buning yagona sababi hamma sohada eng ayanchli holatda turgan bu bolalar sohasi turadi. Bolalar bog'chasiga e'tibor bering. Bog'chapalardan aziyat chekkan bolalarni ko'rishingiz mumkin. Maktablarga e'tibor bering. Bolalar ustozlardan aziyat chekkan bolalarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Yoki aksincha ota-onalarning zulmidan aziyat chekkan bolalarni ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda kattalar o'z muammosini hal qilishga qiynalayotgan yoki bo'lmasa hal qilishni aynan musht yo'lini tanlaydi, ajrashish yo'lini tanlaydi yoki qanaqangidir bosim yo'llarini tanlab o'ziga o'zi yordam bera olmayotgan bir paytda bolalarga yordam berayotganlik to'g'risida hech kim hech qachon o'ylab ham ko'rmayapti. Yaqindagina maktabda bo'lib o'tgan bir voqeani sizga aytib bermoqchiman. Ustoz darsni o'tayotgan jarayonida hamma bolalardan daftarni yig'ib olishni talab qiladi va bir bolajon, birinchi sinfda o'qiydigan bir bolajon daftarga yozishga hali ulgurmagan bo'ladi. Shu sababli ustoz kelib, tezroq daftaringni ber deb undan talab qiladi. Shunda bolajon ustozga qarata ozroq kutishni o'rganing deb aytadi.
bundan jahli chiqib ketgan ustoz mani oldimga kelib, mana bu bolani ota-onasini chaqirtiring, bu tarbiyasiz bola, rusiy zabon o'qituvchi bo'lgani uchun он не знает как общаться со взрослыми deb jahl bilan mani oldimga keldilar. Vaholanki bolaning yoshi, bolaning holati, bolaning beg'uborligini va erkin fikrlashini inobatga olgan holatda bu bolani o'zi bilan ham gaplashdim. Bolajon, nimaga bunaqa deb aytding desam, chunki men tez yoza olmayman. Ustozim esa doim meni shoshirtiradi. Shuning uchun ozgina kutishni o'rganing deb aytdim xolos deb chiroyli javobni qaytardi. Oradan bir necha haftalar o'tganda menga Dubaydan bir bolani olib kelishdi. Dubaydagi bu bolani menga qiziqtirgan eng qiziqarli tomoni, u judayam men bilan suhbatda o'zini erkin tutdi. Bir ikkita savollar berishimda men javob bermasam maylimi? Men javob berishni istamayman. Men hozir charchaganman deb javob berdi. Shunda bolam, agar sen hozir meni savollarimga javob bermasang, sen maktabga tayyormisan yoki tayyor emasmisan? Men bu narsani bila olmayman deganimda, tayyor bo'lmasam keyingi safar kelarman deb erkin bola javob berdi va xonamdan chiqib ketdi. Men bunday o'zini erkin tutgan boladan shunchaki hayratda qoldim. Chunki achinarli bo'lsa ham aytaman, bizning O'zbekistonimizda afsuski bunday bolalarni uchratish judayam kamdan kam hollarda uchraydi. Shu bolani otasi bilan suhbatlashish menga nasib etdi va otadan so'radim, farzandingiz doim shunday erkinmi desam, shunaqangi ota kulib yubordiki, bilasizmi, Dubaydan O'zbekistonga kelishimizda men uning qulog'iga yaxshilab tayinladim. Bolam, biz boshqa davlatga boryapmiz, gapirayotgan gaplaringni o'ylab gapir. Boshqa davlatga borganda o'sha davlatga moslashishing kerak deb shuncha tarbiya bersam ham baribir bilganini qilibdi-da deb kuldim, aytdim. Buni nimasi yomon? Bola o'zini erkin tutishi, erkin muloqotga kirishining nimasi yomon? Va shunda menga ota bir umr esimga qoladigan voqeani aytib berdi. Bilasizmi, yaqinda ro'za Ramazon kunlarida biz kechki namozni o'qishga farzandim bilan birga Dubayga masjidga borib o'qishar ekan. Shunda namoz o'qish jarayonida bu bolakay endi balki xatolik o'tgandir, balki bilmay qolgandir. Hammamiz insonmiz, bu holatni tushunsa bo'ladi. Imom o'qiyotgan qiroatidan shu mitti bola kamchilik topgan va mana shu namoz tugaguncha hech kimga hech narsa demay, o'zi ham chiqib ketmasdan namozning tugashini kutgan va hamma chiqib ketganidan keyin imomning oldiga borib, siz mana shu yerda xato qildingiz. Aslida bu yerda mana bunaqa o'qiladi va mana bunaqa talaffuz qilinadi degan kichkina bolakay. Imom esa bolani urishmagan. Bolaga hech qanaqa qo'pol munosabatda bo'lmagan va bo'lishi mumkin bolam, keyingi safar e'tibor beraman deb unga chiroyli javob qaytargan. Mana bitta vaziyatga ikki xil munosabat. Bir o'qituvchi, ustoz ozgina kutib turing degan gapni shu darajada yomon olib va bolani tarbiyasizlikda ayblayapti. Imom esa bolaga qanday munosabat qilishni bilib, uning xatosini aytsa ham buni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilyapti. Demak, bolaga bo'lgan munosabat aslida bizni o'zimizga bo'lgan munosabat. Bolaga qanchalik og'riqli munosabat qilyapmizmi? Aslida biz o'zimizga og'riqli munosabat qilyapmiz. Xuddi suhbatimizning boshida aytganimdek, psixikamiz shunaqa ishlaydi. Biz bolalikda nimalarni ko'rdik, nimalarni eshitdik, nimalarni his qilganimiz orqali kattalik hayotiga ham xuddi shu og'riqlar va shu iztiroblar bilan qadam qo'yamiz. Agar farzandingizda sizga yoqmaydigan qandaydir xususiyatlarni ko'rsangiz, e'tibor beringchi, aynan o'sha xislatlar sizning o'zingizda ham bo'lishi mumkin. Psixologiyaning eng asosiy ko'rinishlaridan birini aytsam, bu hammaga ma'lum bo'lgan psixotravma holati hisoblanadi. Psixotravmadan juda ko'pchilik qo'rqadi, lekin biz istasak ham, istamasak ham har
hayotimiz davomida, xoh bolalikda bo'lsin, xoh o'smirlikda, xoh mana shu katta hayotda bo'lsin, psixotravma olganmiz va olish ehtimolimiz yuqori. Aslida psixotravma qo'rqinchlimi? Qachon qo'rqinchli bo'ladi? Qachonki psixotravma holatida inson o'zining qo'rquvlari, o'zining xavotirlari va o'zining hislari bilan yakka qolgan bo'lsa, u o'zini himoyalanganlik hissi bilan qolmaganda, bu psixotravmaning og'ir asoratlaridan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, o'zimning YouTube kanalimda sizlarga xoh ustozlar bo'lsin, xoh bog'cha tarbiyachilari, xoh ota-onalar bo'lsin, diqqatingizning eng markazida bolalar bilan bog'liq psixik holatlar, onalarning ruhiy holati, ustozlarning ruhiy holati, barcha jabhalarni eng og'riqli nuqtalariga ba'zan kirishga va albatta uning yechimini birgalikda topishga harakat qilamiz.